bolamizni общениyaga kirishmagan, hamma narsani papugay bo'lib qaytaravergan, ehoqib o'rgan, mustaqil dinamikaga chiqmagan va nafaqat eholaliya, hattoki движениyaga qaytarish gapni ma'no mazmuni tushunmaganligi uchun движенияni ham qaytarib o'rgan. Va 2 oydagi natijamizni hozir ko'rsatamiz. Pedagogimiz mana shuncha daftarlarni to'ldirib olib kiribdilar. Abi, sochingga nimada taraysan jonim? Молодец. Nimani 4 ta oyog'i bor? Chiroyli o'tirasan. Молодец. Nima dumaloq? Voy, молодец. Nechta baloni bor? Sana ber. Ikkita baloni bor. Voy, sanachi nechta balon? Qani balonlari? Aha. Молодец. Nechta ekan? Voy, jonim mani. Baliq nima qiladi, Habib? Suzadi. Молодец. Tishingni nimada yuvasan? Super. Ko'zingga nima taqasan? Super. Na, uchburchak qarachi, qayerda uchburchak bor? Молодец. 5 tashi. Super. Menga qara, Habib. Oying ismi nima? Yufa. Ading ismi nima? Aysha. Ustozing ismi nima? Zaynab. Молодец. Sen necha yoshdasan? 3ta. 4ga kirding-a kecha? 4ga kirdi Habib. Zo'r, молодец. Habib, ko'zing bilan nima qilasan jonim? Ko'rma. Oyog'ing bilan nima qilasan? Ko'rma. Qo'ling bilan nima qilasan? O'sama. Og'zing bilan nima qilasan? Aytama. Barakalla. Burning bilan nima qilasan? Aytama. Super. Juhoda. Bu nima? Apishi. Papugayda borib, papugaga qaytarardi. Hozir ancha yaxshi isitmasin. Ko'rdi shunchalik zo'r natija bo'ldi. Gaplaringizni tushunib chiqaring. Tushunardi, bitta ikkita anaqa ayttirardi. Ko'p ishlatilgan gaplaringizni ko'p tushunardi. Demak, Svetda o'chir, yo'q shularni bilgan kelgan payti. Nimalarni bilmagan? Kelganida bir ikkita mana aytaman, Svetda yo'q, uni olib kel, buni olib kel, shularni bilardi. Hozir esa bu yoqqa 2 oylik natijada 3 ta 4 ta nima so'zni qo'shib, shunaqani qo'shib gapiryapti. Sen buni yeb ko'r. Qat bilan yeysan ovqatni? Pista. Aha. Yomasa. Ye pizzani. Молодец. Voy, og'zingni shima. Ye. Qating bilan yeysan. Hayajonlanma. Og'zing bilanmi, qulog'ing bilan? Og'zing bilan yeysanmi, quloq bilan yeysanmi ovqat? Og'zi. Og'zi bilan. Charchadi Habib. Charchadim. Ha. Men charchadim. Qo'lagim kelyapti deydi. Massaj qilib qo'y deb keladi yonimga. Massajni yaxshi ko'radi. Молодец, xohishlarini ifoda etish bor. 100% hammalaringizdan minnatdorman. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Sog' bo'ling. Yana anaqa qildik. O'chirib 10 kun oldin o'chiribga saytga qo'ydik. Rosa bolalar bilan o'ynagisi kelyapti. O'zi uyi tarafdan kelaversak bu yoqqa nima bog'cha bor 88. Keyin tug'ilgan kuniga 2 kun oldin nima ketdi, navbat ketdi. Endi xudo xolasa o'sha bog'chaga boradilarmi? Bog'chaga boraveradi, bitta shug'ullanib